Assalomu alaykum agroteplis olam a'zolari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin. Biz videomizni boshladik. Anchadan beri tanaffus qilib turgandik. Sababi hozir xabarlaringiz bormi yo'qmi? Yangi quradigan teplisamizga ko'p vaqtimiz o'tyapti. Chunki hozir yangi teplisamizga apelsin, mandarin, klubnika, bodring 8 xil, 9 xil narsa ekilyapti hozir. Ko'pchilikda savol berilyapti. Hosili qoldimi, boshqa bo'ldimi? Hosildorlik qanday bo'ldi degan savol bo'lgani uchun vaqt topib video olyapmiz aziz obunachilar. E'tibor berasizlar. Mana bu yerda yangi chiqqan gullardan hosil beryapti mana. Mana kichik. Kattalari esa mana o'sha kattalashib bo'lgan mana. 50% hosilini saqlagan, sekin-sekin gullayapti mana. Sekin-sekin mana hosil beryapti gullab, mana ko'ryapsizlar. Mana kichkina yangi chiqqan mana hosillar ana bu. Mana ko'rayotgan bo'lsangizlar mana. Mana kichkina. Ya'ni sekin-sekin mana o'sha gullab hosil berishni boshlayapti-da. Ko'pchilik aytgan paytimda qayta gullash bo'ladi, qayta gullaydi limon deganimda negativ fikrlar bildirgandi. Mana ko'ryapsizlar aziz obunachilar, mana eskilar mana o'sha yong'oqdan katta bo'lgan mana. Yangilari esa no'xatdan katta bo'lgan. Aziz obunachilar, ko'ryapmizki mana juda ham katta bo'lgan mana. Mana eskilari mana. Bu eskilar. Ko'ryapsizki mana bu novdalarda mana ko'ryapmizki hosil yo'q. Lekin hosildor novdalar hisoblanadi. Mana ko'ryapsizlar. Mana shu narsalar ham sekin-sekin gullayapti. Mana yuqori qismda ham mana novdalar o'sha yam-yashil bo'lib, sekin-sekin gullashni boshlayapti. Aziz obunachilar, e'tibor qilasizlar. Mana barg yaxshi barglari mana eski novdalari 2 ta, 3 ta, 5 tagacha saqlagan. Aziz obunachilar, asosan pastki qismda saqlagan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana pastki qismda asosan saqlagan hosilini mana katta bo'lib mana asosan pastki qismda saqlagan. Sababiki yuqorida issiqlik juda ham baland bo'lgan va mana ko'ryapsizlar, yangi atroskalar chiqyapti mana. Yangi atroskalardan gullayapti. Ya'ni gullayapti. Hozir men sizlarga yangi chiqqan novdadan yangi hosil bergan o'sha narsani ko'rsataman. Ko'chatni prosta hamma joyini aynalib ko'rsatyapman. Mana pastki qismlarda mana 3 tagacha, 4 tagacha saqlagan. Pastki qismda faqat mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana. Mana ko'ryapsizlar? Mana ko'chatni hamma joyini aynalib ko'rsatyapman. Sababiki ko'pchilik bu narsani so'ragan. Mana bu toza chiqqan guldan gullagan mana. Toza guldan mana. No'xatday bo'lgan deganim mana. So'z isboti bilan bo'lish kerak edi-ku. Aziz obunachilar, mana ko'ryapsizlar? Mana 2 ta, 3 ta. Mana bu eski kattalari yonida kichkina, ya'ni toza gullagan. Ya'ni gulini ko'rsatishga vaqtim bo'lmadi to'g'risi. Hozir bugun vaqt topdim uchun video syomka qilishga harakat qilyapman mana. Mana bu novdalardan sekin-sekin gullashni boshlayapti. Mana ko'chatimiz bu yerda ko'ryapsizlar, juda ham katta mana. Sekin-sekin hosildorligi normal holatga kelyapti o'sha. Ya'ni bu yoqda o'sha issiqlik pasayapti. Bahorni issig'i o'tib bo'ldi, mana sekin-sekin gullashni boshlayapti. Mana aziz obunachilar, 3-tomoniga qarasangizlar, mana ko'chatning 3-tomoni juda ham katta ko'chat bu. Mana bu yerga qaraydigan bo'lsangizlar, mana hosildorlikni avjini ko'rasizlar, mana. Mana
Masalan, Allohga shukr, ko'chatni ahojini ko'rasizlar. 4 ta aytdim, 4 ta 3 tagacha saqlagan. Mana. Ya'ni shu qismida issiqlik past bo'lgan mana. Ya'ni shu qismida 3-tomonida hosildorlik zo'r saqlagan mana. Past qismlargacha mana. Bitta, ikkitagacha hosili bor mana. Ko'ryapsizlar mana. Просто hammasi obzor qilyapman. Полностью obzor qilyapman. Ko'pchilikda negativ fikr bor. Shuncha gapirdingiz. Shuncha maqtandingiz. Hosilingiz o'zi bormi degan savol bilan ko'pchilik chiqyapti mana. Mana. Bitta ko'chat mana. Tagidan ko'rsataman, bitta ko'chat. Mana pastki qismdan ko'rsataman. Pastki qismda mana ko'ryapsizlar. Hosildorlik yomon emas. Mana bitta ko'chatni tagi mana. Yuqori qismi mana ko'ryapsizlar. Mana ko'ryapsizlar. Pastki qism mana. 6 yosharlik ko'chatimiz mana. Mana pastki qismdan e'tibor qilsangizlar, hosildorlik juda avjida mana. Mana pastki qismdan ko'rsatyapman buni. Mana yuqori qismlar ham mana ko'chatni polностью obzor qilib ko'rsatyapman. Bu juda ham katta ko'chatda bu. 6 ga kirgan, 2019-yil ekilgan. Nazonachilar. Mana ko'ryapmizki, juda ham yomon emas. Mana pastki qismlar. Hosildorlik juda zo'r emas u. Juda yomon ham emas, azizonachilar. E'tiborsiz qoldirilgan limonimiz shu holatda. E'tibor qilganimiz yo'q. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Bitta novdaning ichida mana. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana roq. Bitta novdaning o'zida 10 tagacha. 10 tagacha hosili bor mana. Mana zo'rnashlar. Ko'rinayotgan. Aniq ko'rinyapti menimcha, chunki juda ham katta bo'lgan hosili. Chunki ko'chat boqilgan, e'tibor berolmaganmiz. Ko'chatni boqqanmiz. Asosan qarashga vaqtimiz bo'lmagan. Chunki nargi teplitsada hozir qurilish ketyapti uchun bu teplitsaga e'tibor berolmaganmiz. Pastki qismlari mana bu sotuvdagi ko'chat mana yonida. Sotuvdagi ko'chat. Mana ko'ryapsizlar, shunda ham mana 3 ta bu yoqda, mana 2 ta bu yoqda, 5 ta, 6 tagacha hosili bor. Aziz obunachilar. Mana sotuvdagi ko'chatlarimiz. Sotuvdagi ko'chatlarimiz. Mana tag qismiga yetib keldik. Girdidan polностью maslaga aynalib ko'rsatyapman. Mana 3 tagacha, 2 tagacha hosili bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin mana. Hech qanaqa bu yerda aldoy boshqa narsa yo'q mana. Ko'rsatayotgan narsa mana. Shundan chiqqan mana. Mana ko'ryapsizlar, bitta limondan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tagacha novda ketgan. Asosiy pastki qismi 3 ta. 3 tani 9 taga aylantirganmiz. Shuni evaziga ko'chatimiz juda ham katta ko'rinish olgan. Mana o'rtalarini ko'rsatsam mana. Mana hosildorlik. Mana. Даже mana bu novdasi ham mana. Hosili juda ham yaxshi mana. Ser hosil. Mana. Barlar osti bilan ko'rsatish qiyin bo'lyapti. Barlar katta bo'lgan mana. Juda zo'r holatda. Yonida mana gollandskiy atirgul. Mana shu holatda
ko'chatimiz hech qanaqa kasallik yo'q, mana ko'ryapsizlar. Hech qanaqa o'rgimchakkana boshqa narsa yo'q. Mana shu holatda limonimiz mana ko'ryapsizlar, chang urgan, mana chang urgan. Limonimiz chang urgan mana. Chunki qarashga vaqtimiz bo'lmagan, yuvilmagan даже, mana chang urgan. Mana chang urgan. Yuvishga даже vaqtimiz bo'lmayapti aziz obunachilar. Hech qanaqa kasallik yo'q. Mana faqat chang urgan. Yuvish kerak buni. Mana. Yo mog'or, yo boshqa narsa yoki o'rgimchakkana hech qanaqa kasalligimiz yo'q. Nargi yo'q esa mana sotuvda ko'chatlar bular ham. Mana ko'ryapsizlar, yirik katta ko'chatlar. Yoshi katta ko'chatlar. Mana bu esa ko'chatimiz 3 yoshga kirgan, mana. 3 yoshga kirgan, 1-yil solishi, mana. Ko'ryapsizlar? Mana. 1-yil solishi. Aziz obunachilar. Rezultati yomon emas. Shu issiqlardan o'tib qolgan hosili mana qarang, taraqaylagan. Ko'pchilik mana bu chiqqan novdalarni nima qilish kerak degan savollar tug'iladi. Shu o'rinda hozir shu narsani ham aytib o'tib ketamiz. Mana bu novdani, chiqqan novdani kesib tashlaydigan bo'lsangiz, bitta erkak novdani o'rniga 5 ta erkak novda chiqadi. Qo'yavering, mana shunday o'ssin. Mana bunaqa ko'chat yaratamiz, ya'ni yaratmaymiz, ixtiro qilamiz. Yaratish Allohga xos. Ixtiro qilamiz, ya'ni shakllantiramiz. Mana bu ko'chatimizga o'xshagan, hozir ko'rsatib o'tgan, obzor qilgan ko'chatimizga o'xshagan. Mana hosildorligi buni ham o'sha katta bo'lgan. 1-yil solishi bu, aziz obunachilar, 3 yil ustida. Hosildorligi shu примерно 30 kilo 20 kilo atrofida solishi aniq. Mana bitta novdada 4 ta 5 tagacha bor, mana ko'ryapsizlar, 5 ta ana shunda. Ya'ni hosildorligi mana ko'ryapsizlar, stoldan bilasizlar baribir. Bu 3 yil bo'lgan uni ekilganiga. 3 yil bo'lgan. Mana yaxshi taraqaylagan. Ko'chatni asosan yaxshi taraqaylatish kerak. Yaxshi taraqaylasa, ko'chatni yaxshi shakllantira olasiz. Ko'chat yaxshi taraqaylamagan bo'lsa, novda tanlashni iloji bo'lmaydi aziz obunachilar. Sizlarga bu maslahat. Mana ko'ryapsizlar, yaxshi taraqaylayapti mana. Mana birorta bargda mana misol uchun hech qanaqa kasallik yo'q. Mana ko'ryapsizlar? Hech qanaqa kasallik yo'q. Bir ikkita joyda misol uchun xudojnik tushib qolgan bo'lishi mumkin. Har necha vaqtda kelib dorilab ketamiz aziz obunachilar. Mana bu tomon esa mana ko'chatlarimiz, sotuvdagi ko'chatlar bular. Ko'ryapsizlar? Uylari katta mana. Xullas kalom, rezultat yomon emas. Misol uchun bitta ko'chatingni ko'rsatasan, boshqasini ko'rsatmaysan degan sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Mana boshqa ko'chatimizga qarab boryapmiz mana. Endi boshqa ko'chatimizni sizlarga obzor qilamiz. Mana nasib bo'lsa inshaalloh. Mana bu ham o'sha bilan bir xil ko'chat. Mana stolni ko'ryapsizlar? Mana stoli 2019-yil ekilgan bu ham. Aziz obunachilar, mana bu ham hosildorligi juda yomon emas. Mana 3 ta 4 tagacha hosil bergan. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar, kerakli ma'lumotlar bo'ladi. Tabiiyki sizlarda savol tug'iladi. Hech qanaqa qaramagan bo'lsangiz, qanday bunaqa hosil berishi mumkin, qanday hosil saqlashi mumkin degan savol tug'iladi tabiiyki sizlarda. Mana shu ko'chatimiz o'tgan yil 130-120 kilogacha hosil bergan. Mana juda ham yirik ko'chatimiz bu. Mana e'tibor qilasizlar, mana hosildorlikni.
Bitta ko'chatimiz. Mana pastki qismlar ham. Yuqori qismlar ham. Bu juda ham yirik ko'chat. Mana stol qismini sizlarga ko'rsataman. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana stol tizimi. Stol tizimi 6 yoshga kirgan. Mana pastki qismlar ham hosil bergan. Hosil ko'pligidan o'zini ko'tara olmay qo'ygan. Mana qaranglar, hosillik borligidan mana egilib qo'ygan. Mana. Bitta ko'chat ko'rsatmayapman. Mana ko'ryapsizlar. Mana girdidan aynalib ko'chatlarni ko'rsatyapman. Daraxtlarni. Mana pastki qismda. Mana hosildorligi o'tgan yilgida zo'r emas u. Ya'ni o'tgan yili 130 kilogacha so'gandi. Hali vaqt bor. Sekin-sekin so'lyapti. Mana ko'ryapsizlar. Mana pastki qismlar holat. Bu yerda hech qanaqa layk ishlash, boshqa maqsad yo'q yoki ko'chatni maqtash yoki boshqa maqsad yo'q. Bu dehqonlarga innovatsiya, ya'ni dalda, ya'ni qilsa bo'lar ekan, to'xtab qolmaslik kerak degan maqsad bo'lishi uchun bu narsa ko'rsatilyapti aziz obunachilar. Men to'g'ri tushunasizlar. Dehqonni ko'ni sindimi? Keyin hosildorlik o'shanga yarasha bo'ladi. Shu dehqonni ko'ni hech qachon sinmasligi kerak. Shuning uchun iloji boricha sizlarni ruhiyatlaringizni ko'tarish uchun harakat qilamiz. Shu O'zbekistonda sitrus bo'yicha yaxshi olg'a yursa, biz bundan xursand bo'lamiz. Aziz obunachilar, mana bizda kumkuvat ko'chatni kim tanisa. Mana aziz obunachilar, mana hosildorlik bunda ham o'zini bo'yiga nisbatan shu yil ekilgan 5 tagacha hosili bor aziz obunachilar. Mana stolni ko'ryapsizlar. Mana kumkuvat ko'chati. Buni hali sotuvga taxlamadik. Nasib bo'lsa keyingi yil sotuvda bo'ladi. Juda ham xushbo'y o'simlik bo'lar ekan. Hozir bu yerda atmosferani sizlarga tushuntirib bilmayman. Sababiki limonlar juda ham zo'r atmosfera beryapti. Aziz obunachilar. Ko'pchilik hudojnik bilan o'rgimchak kanal bilan kurashyapti. Ko'pchilik yozyapti Telegramda. Telegram kanalimizga o'tsangizlar, ma'lumotlar berib boramiz. Aziz obunachilar, Telegram kanalimizga o'tishlaringizni tavsiya qilamiz. Hozir obsujeniya, ya'ni kommentariyaga Telegram kanalimizni biriktiramiz aziz obunachilar. Bemalol kirib, o'zlaringizga kerak bo'lgan savollarga javob olishlaringiz mumkin. Hudojnik bilan kurashish uchun 3 xil variant aytaman. Birinchisi karate 10 litr suvga 30 gram, ikkinchisi Nestor 10 litr suvga 30 gram va D6 10 litr suvga 30 gram va 25 gram Vertimic Gold sepaslar, o'rgimchak kana, trips, oqpashsha barchasi bilan kurashadi. Ishlaringiz omad, agrotipist sog'lami, doim xizmatingizda. Kanalimizdan uzoqlashmanglar. Nasib bo'lsa, teplitsamiz bitgandan keyin polностью obzor qilib beramiz. Ishlaringiz omad, salomat bo'linglar.